navbatda diqqatingizga sunmoqchi bo'lganimiz Ablat Mehmet Toshto'pi yozgan Dadamning salom xati nomli hikoya. Mikrofon oldida Muzaffar Habibullah. Tun kecha. Üstel chiriqining yo'riqi bilan telefonimning ekran yo'riqi qo'shilib, meni taksiz bir xiyollar qaynimiga asir qildi. Shu topda xiyollar qanotlanib, buningdan muqaddam 20 necha yillar ilgirki men cho'ng bo'lgan uyga qaytdim. Bir xil magnitdek o'ziga tortib turadigan mehrlik to'qmushdan agilsanglar, bizning cho'ng uy ko'zingga chiliqadi. Ondan darvozadan kirsang, sol tarafda ombar uy. Uningda biz tirishlikda ishlatadigan katman gurjak, chalg'i o'rg'oq, arg'amcha, chulvur, nuqtalar. Koni harvining har xil saymonlari. Bir koni velosiped. Uningdan boshqa bug'i egarlar, to'qim, koni kiygislar, koni kiyimlar. Har xil xaltalarga qochlangan bug'doy qo'noqlar va kepak yomilari, qisqasi dehqonchilikning barliq saramjonlari mushu pakar ham qorong'u ombar uyimizda saqlaqliq edi. Yo'l tarafdagi qo'riq tomga ratlik qilib besilgan bog'lam qumushlar o'ylimizning yana bir tarafida ko'zga alohida chiliqib turardi. O'ylimizda kava baranglar bo'ladigan. Onam qumushlarni oqlab qurashtirib to'qib, kavu barang'ining yon tarafini kichikina qo'rchovga ilib, har xil yozdiq gullarni terib o'stirgan kichikina gullik oldiga qumushdan tama qurib qo'yatdi. Darvoza yonida choyxonamiz bor edi. Choyxonadan o'tsak, biz yotadigan pakarg'ani silingan kichik derizlik uyimiz bo'ladigan. Uy ichidagi oddiy bisotimizga misol bo'lgan koni sanduqimiz ustida yotgan ko'pilar tizaqliq. Yan tarafdagi deriza yonida kichikina bir ustalma bor edi. U ustalda adam, enim uchimiz dars takror qilatdik. Dadam ilgari o'qituvchilik qilg'achqimikin, o'qiydigan kitoblari nurg'un edi. Yozadigan narsalarmi jiq bo'lg'achqa, ko'pincha hollarda u ustalni dadam ishiltatdi. Qachonli qarasang, uyning ishlarini saramjonlashtirib yetib bo'lib, mo'kchaygan holda ustal oldida bir narsalarni yezib o'ltirgan. Men uning to'xtamay xotir yozdiganligini bilatdim. Biroq dadam bizga yozgan narsalarni ko'rsatmaydi. Kiyim-kechak va kitob materiallarini soladigan ishkobining ochqichini yenidan ayirmaydi. Men dadamning bir necha xotiriga bekor bo'lsa bir narsani xotirlab yezib mangdiganligiga bakmu havas qilatdim. Ba'zida uning kitoblaridan tibobatga doir mazmunlarni birma-bir astoydil ko'chirayotganligini ko'ratdim. Men har qatim dadamning astoydillik bilan yozayotgan xatlariga zo'xlanib qarab tursam, qilin ko'zaynikining tegidan menga qarab qo'yib, "Mana qara, men burun Do'ng mahallida Zokir, Xayriddin muallimlar bilan billa o'qituvchilik qilgan. Meningmi senga o'xshash o'quvchilarim bo'ladigan. Men ularga xushxat yozishni, grammatika bilimlarini yodlashni o'rgatdim. Endi qara sening ovi yozgan xatlaringga. Qog'i puti yiziqingni bir o'ngsang bo'ladi," deb menga nasihat qilgan edi. Oldi bilan qalamni qog'ozga bulung chiqirib, ozroq yonto to'g'irlaysan. Ondan har bir harfni o'lcham bilan yozishni mashq qilib bersang, cho'qim uzunga bormay xushxatga pishib qolasan. Mana, menga qara, mundaq mashq qil, deb o'zi bir qo'r yezib ko'sib qo'yatdi. Demisimi, men dadamning xat pochirkisiga kuyatdim. Dadam oldirmay yozatdi, lekin xatosiz yozatdi. Har bir chekit pashtirgicha diqqat qilatdi. Mahallimizdagilar emas, butun nohiya ichida dadamning xatiga va husni xat mahoratiga qo'l qo'ydiganlar xili bor edi. Uyimizga yiroq yaqinlardan kishilar kelib, salom xat yozg'izib ketadiganlarmi bor edi. Dadam rus tili bilgachga
ba'zi odamlar kelib ruscha salom xatlarni yozg'izatdi yoki o'qitib tarjima qilg'izatdi. Dadamning tangchishlari ishida xushxatchi Mehmet apandim deb hurmat bilan tilga oladiganlarmi xili bor edi. Shu yillari menmo hadamning kaynidan to'liq o'ttirni putirib oliy maktabga o'tdim. Oliy maktabga berib bir necha oylardan keyin dadam menga nasihat qildi. O'g'lim, 6 bolamning ichida salla pedagogik kasbida o'qiyotsan. Kasbing til adabiyot ekan, o'zing bilasan. Maktab putirib xizmatga chiqqandan keyin munbarda bola tarbiyalaysan. Mayli doskida bo'lsin yoki qog'oz yuzida bo'lsin, imloga diqqat qil. Xatning sifatiga ahamiyat ber. Chunki sen tarbiyalagan bolalar sen sabablik adabiyotda ojiz bo'lib qolmasin. Partiya hukumat seni beqib o'stirdi. Kasbingni yaxshi o'rgan. Adabiyotning har qanday tarmoq mazmunlari bo'lsa tirishqin. Bo'libmi imloga, xat sifatiga ahamiyat bergin. Degan nasihatlarni hozirmi eslayman. U chaqlarda biz o'qiyotqashqa, bizning uyda dadam bilan akam ikkisila uyning kirim manbasi edi. Dadam bo'lsa ko'k eshak bilan sutchilik qiladi. Qo'shimcha boshqalarning har xil to'xtam, arz shikoyatlarini, salom xatlarini yozib beradi. Cho'ng akam bo'lsa yozda dehqonchilikning hodisidan chiqsa, qishda mahalladagi erlar bilan qishning qahrton sovuq kunlarida tosh to'pining kengri ketgan cho'ng sosiqidan qumush o'rib elib chiqatdi. Bizning bu mahallada kishilarning eshik oldiga chiroyli qilib tiklab, ratlab, dövlab qo'ygan qumushlarning sarxilligi va oz ko'pligi bilan qo'shillar bir-birsidan baslashadi. Najmiddin tog'am, Eli Kanay, Fayzi Rahmon akam, Armiddin kam, Yusuf Zerix kam, Umar kam, Xilil kam, voy bu qumushchilar, tosh to'pi bo'yicha eng jiq qumush o'riydiganlar edi. Biz turmushning ana shundoq tatliq, ochiq ta'mlarini tetib cho'ng bo'ldik. Menmo qumushdan putib chiqadigan bo'ri to'qishni o'rgandim. Har qatim ta'tilda uyga qaytib, uy ishlariga yordamlashatdim. Men, adam, inim uchimiz uy ahvolimizga yarasha oila ishlarining hodisidan chiqatdik. Maktab o'qish xarajatini topamiz deb bekor vaqtlarda sassiqdagi zaykashdan qum ko'lab chiqib, cho'ng-cho'ng traktorlarga va harvularga besib berib, uy soldiganlarga sotatdik. Oliy maktab o'qish hayotimning 2-yili boshlanganda dehqonchilikning kirim ahvoli ancha yaxshi bo'lmag'achqa, uydagi mo'zayliq kolimizni yaqin atrofdagi bozorga elib chiqib setib, o'qish xarajatimni g'amlagan bo'ldik. Maktab deganda u chiqim, bu chiqimlar ko'p bo'ladi ekan. Mening yana har oylik turmush xarajatim bor edi. U chaqlarda maktab bizga tomoq belisi taqib beradi. Sinfimizga ba'zi saboqdoshlarning menga o'xshash oilasida qiyinchiligi bor bo'lg'achqa, biz tomoq biletimizni oy oxiriga aran yetkazatdik. Ba'zida uyi maktabga yaqin saboqdoshlar shanba-yakshanba uylariga qaytib qolsa, uydan non va ushaq-tushaq yemeklarni billi ilib keladi. Biz yotoqdagilar shu narsalar bilan qursoq boqatdik. Ishqilib, oliy maktab hayoti bir turmush darsligi desam, siz ishonmasligingiz mumkin. Faqat oliy maktab hayotini boshdan kechirganlarla bu hissiyotni tushunalaydi. Nimasini dey? Oliy maktab hayotida birda to'q, birda och qilish odatdagi ishlar ekan. Lekin bu qiyinchiliklar o'zligidan o'tib ketadi. Cho'ng shahar deganda har xil kasbdagi maktablar bo'lg'achqa, qo'shni maktablardan ancha-muncha koni do'stlar yoki yurtliqlar uchurchi bo'lib qoladi. Ba'zida bozorlarni oylanib kelishga to'g'ri keladi. U chaqlarda bizda pochpurat pul bo'lmasa, yana bo'lmaydi-da. Ba'zi vaqtlarda biz ularga mehmon bo'lib boramiz. Ba'zida ular bizni yo'qlab keladi. Desam gap bakchaq. Ba'zi chaqlarda uydan keladigan pul yoki salom xatni seg'inib, haftalab
yataqdan chiqmay turib olgan kunlarmi bo'lgan. Nemishqa demsizlar? Bayatni so'zlab bo'ldim. Shu, yanda pul bo'lmagan ekan. Savoqdashlar uchrashishiga chiqib bo'lmaydi ekan. Biror do'stingni chaqirib, biror do'konga akirgil bo'lmaydi ekan. Bozor aralab kelish, mehmon qilish degan xiyollarni qilishdimmi, xijil bo'lasan-da ba'zida. Shu yili kuz bakmi uzun keldi. Kuz yomg'iri kunda ko'z yishi qilib, quyoshning yuzini ko'rsatmadi. Bizmo simsim yomg'ir ichida yo'l bo'lib, yatoq sinib orasida yurib o'qiyverdik. Uning ustiga adabiyot kasbining nazariya qismi o'tilayotg'achqa, yozadigan, o'qiydigan darsliklarimiz bakmi ko'p edi. Men-ku bosh cho'kirib ketgan edim. Biroq shu qo'shni maktablardan yurtdoshlar, al-og'inlar yo'qlab keladigan ish bor ekan. Meningmi to'liq o'tirdi billa o'qigan bir necha og'inlarim bo'ladigan, bir kuni ular yo'qlab keldi. Mehmon deganni oddiy sodda holda yatoqqa boshlaysan. Tomoq beletinga tomoqqa ilib berasan. Biroq yatoqdoshlaring bilan billa kechki takrordan keyin bozor aylanib, ko'cha chingdab mungdishib keladigan qoidalar bor emasmi? Shu kuni cho'liqayliq saboqdashim Niyozga dedim. Adash, do'stlarim kelibdi, billa bozorga chiqishibdi. Kechki bozorda bir yerimdan o'tirib kelaylik. Umu qo'shildi. Yinimda mehmon qilgudek pul oz. Ahvolimni o'zing bilsan qara. Yiningda bo'lsa, senda eptiray. Uydan pul kelganda to'liqlab berversan bo'lamdi. Niyozning turmush ahvoli menga ayon edi. Uningmi oila qiyinchiligi bor edi. Uning qishida 40 necha yuan pul bor ekan. U ma'qul bo'ldi. Shunda qilib ularni uzitib olgan bo'ldik. Biroq endi keyingi kunlarni qandoq o'tkazsan? Qursoqni qandoq boqamiz? Chapchalliq saboqdashim Ablamitning tomoq beletiga sherik bo'ldik. U saboqdashimning qo'li bek ochiq edi. U qiyinchiligimni tushunatdi. Biz atdiganda tomoq qochilarimizda tarangishib, maktab oshxonasidan o'chiratib turib, beli tomoq yedik. Shunda qilib, uningga ozroq pul pichak qarz bo'lib qoldim. Shu kuni kechda dadamga xat yozdim. Yozgandimmi, yolg'onni qo'shmay, haqiqiy ahvolni dedim. Jinim dada, apa, ahvolim mush yergacha bo'lib qoldi. Badxajlik qilib qo'ydim. Bundan keyin al-og'ini tutmayman. Hech kim bilan berish kelish qilmayman. Oldinlarda xijilman. Mush qitimqi qarzimni qaytarib olsamli bo'ldi. Ta'tilda uyga borganda ishlab pul tepib qaytarib beraman. Dada, apa, sizlarga ig'irchiligimni soldim. Meni kechiringlar. Ko'z yeshimni to'xtatolmadim. Yoshlarim qog'ozni ho'l qilibdi. Lekin yotoqda yig'ilganimni hech kim bilmadi. Xatni yezib bo'lib, atsla pochtadan silib-atdim. Oradan bir necha kun o'tib ketdi. Bir kuni kechlik takror vaqtida sinfga kelgan xatchaklar ichida dadam yozgan javob xatni topshirib oldim. Xatni bir bo'longa berib ochdim. Qog'oz ichiga chiroyli qatlab silingan 50 yuanlik puldan 3 varaqni ko'rdim. Ko'zimga lo'mmida yosh keldi. Xatni oldirab o'qishga boshladim. O'g'lim, yaxshimisan? Tan salomatliging yaxshimi? Bizdan ahvol so'rasang, men, opang, akang, yangam hammasi xuddi sen ko'rgandek sog' salomat ketyapmiz. Yozgan xatingni topshirib oldik. Bak xush bo'ldik. Yaxshi o'qib yetibsan. Sen bizning eng tirishchan, eng aqlli bolamiz emasmi? Kelgusida menga o'xshash o'qituvchi bo'lasan. Shunga opang ikkimiz sendan faxrlanamiz bolam. Bolam, yaqinda qiynalib qopsan. Nimishqa boldurroq demidi? O'g'il bola deganning al-og'inisi bo'ladi, ancha-muncha pul xajlaydigan yerlar bo'ladi bolam. Nimishqa bizga demaysan? Ikki akang bor, puldan qisilib qolsang biz bor emasmi? Bu yil oiladagi qiyinchiliklar sal ko'p bo'lib qoldi.
lekin bumi o'tib ketdi. Apang ikkimiz og'irib yetib qolmadik. Sut sotgan pullarni olgan edim. Bu oyda hamma chiqimni chiqarib atganda choy tuziga ozroq eshib ekan. Shuningdan qolganini sana sep berdim. Bu oyda mush pulni yetkizgin. Avu saboqdoshlaringdan olgan qarzlarni vaqtida berib atgin bolam. O'g'il bola qarz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Boshqalardan olgan ishkansan, va'dang bo'yicha vaqtida qaytarib at. Shu chaqda do'stlaring oldida yuzing yo'riq bo'ladi. O'g'lim, bizdan ansirma. Bu yil qo'noq degandek yaxshi emas. Akang ikkimiz bultur bankidan olgan ozroq pulni qaytaramiz deb sal uzilib qoldik. Agar faqat bo'lmay qolsa, uydagi sig'in kalini setib o'tamiz. Apang eg'ildagi kalini sig'ib, atgan joy ishmaganga hech nima bo'lib qolmas amdi. Apang sizlar uchun bo'lsa-mu, hech nimasini oymaydi-ku. Shu topda dadamning yog'oq beshidagi shapaq to'pisini qo'li bilan ilib, mo'risidagi lungi bilan yuz ko'zlarini surtayotgan ko'rinishi ko'z oldimga kelib qoldi. Bo'ladi o'g'lim, xatni mush yerga yozay. Hafta orliqida uyga chiqaman demay, maktabda yaxshi orom ol. Bekor vaqtingni kitobni jiqroq o'qib ber. Xat suputingni yaxshila. Esingda bo'lsin, sen xizmatga chiqqanda adabiyot muallimi bo'lasan. Xayr xo'sh o'g'lim. Aman bo'lgin. Seni seg'inib, dadang opangdi. Xatni o'qib o'qicha, o'pkam nachi o'rilib, ko'nglim buzilib ketdi. Dadamning vijik jismi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Bechara bovoy tinim topmay mediraydi. Qadoq bosgan qo'llarida tong sahar bilan baslashib, butun mahallani taranshitib uyg'otdi. Ondan ko'k eshak bilan tush bo'lganda sutunglarni taranshitib uyga horg'in qaytdi. U hormaydi. Shunchalik muloyim so'zlaydi. Uning yana uyda qiladigan ishlari bor. U shuningga oldiraydi. Shuningdan keyin men toki maktab bitirguncha ortiq chiqimlarning to'shkini etdim. El og'inlar yig'ilishi degandek ortiq pul chiqim qiladigan ishlarga boshqa turib ketmadim. Kasbiy qiziqishim sabablari bilan o'qitish binoyimizga yaqin qo'shni kasbda o'qiydigan Nilqiliq do'stim Yolqun Mamatniyoz bilan bag'ir yumshoq qiziqchi parangchi do'stim G'appar qatorliq ikki she'riyat havaskorlar bilan yaqin izlashib o'tdim. Biz uchimiz ko'pincha kitobxonada, ba'zida orlab maktab bog'chisida birga yuratdik. Yolqunning adabiyotga o'tdak ishtiyoqi bor edi. U ikkimizning ko'z qarashlari bir yerdan chiqardi. Biz ba'zida milish kunlari 6 uydagi kitobxumar G'apparning uyiga chiqib ketardik. Uning mehribon onasining atgan choylarini ichib, uy lag'manlarga eg'iz tegib, uy sig'inishini bosatdik. Sinf va yotoqlarda vaqtimni isrof qilmay, kasbimga o'zimni beg'ishladim. Maktabni bitdi. Shu yili xizmatlarga amdil o'rilishib, kasblarim yurishayotgan chaqlarda uzun yillik harduqlarni dumbisiga yudib, ormonlarni bizga qoldirib, umidlarni orqada tashlab, xiti o'tliq yurigidek chiroyli. Mijazi xushxuy qadrdon dadam qahrdan qishning uzun qora kechasi bizni tashlab ketib qoldi. Uning menga qoldirgani kasbdagi mas'uliyati, turmush qattiqlarga bardoshlik bergudak savrichanligi, samimiyligi bo'ldi. Mijazdagi xushxuyligi bo'ldi. Oilaga bo'lgan muhabbatdagi qizg'inligi bo'ldi. Shu yili ta'tilda onamning ruxsati bilan dadamning kitob ishkoblarini ko'rib chiqdim. Dadam hayot chig'ida ishlatgan har xil materiallar joy-joyida qo'yilgan. Har xil dori xaltalari, kiyim-kechaklari, tibobatga, oila tarbiyasiga doir panda nasihatli kitoblar reti bilan tiziqliq edi. To'satdan kitoblarning orasiga qistirib qo'yilgan bir parcha qizil toshli xotiraga ko'zim tushib qoldi. U kundalik xotira shaklida yozilgan qo'lyozma ekan. Qo'lyozmada dadamning sutchilik qilayotgan chog'lardagi kirim-chiqim ahvoli
qisqacha tunishtirilgan ekan. Ondan bir yerlarda aslimasi bor ekan. O'zining qayerda tug'ilganligini, qanday qilib chapchal kon yesidan 9 taraga ko'chib kelganini, Do'ng mahal yesida qancha yil o'qituvchilik qilganini, Sayduyda xizmat ehtiyoji bilan turib qolgani, keyin Do'ng mahalla Olg'i kentiga nima uchun ko'chib ketganligini, uydagi bolalarning qachon qayerda tug'ilganligini, mo'chilning nima ekanligini, o'qituvchilik xizmati jarayonidagi kasbdoshlarining ismi, ish izlari yozilgan ekan. Xotirini tafsili o'qib chiqish jarayonida bir batning ozroq yeri sag'irib qolgan bo'lsa-mu, chiroyli pochurkida yozilgan bir varaqani ochdim-yu, ichimdan qistab kelgan bir jig'a o'pkamni o'rtab, ko'z yoshlarim xotir ichini namlashga boshladi. Xotira mundaq yozilgan edi. 1997-yili 11-oyning 26 kuni o'g'limning bizga yozgan salom xatini topshirib oldik. Uning turmush xarajatidan qiynalib qolganini bilib turib, vaqtida pul avatib berganimizdan afsuslandim. Biroq hozir uyda haqiqatan pul yo'q edi. Talat ikkimiz yenimizda borni qarz qaytarishga ishlatdik. Bu yil iqtisodimiz mushundoq uzilib qoldi. Xayriyat. Bu qiyinchiliklarning o'tib ketishiga ishonchim bor. O'g'limning turmush xarajatiga qanday qilarman endi? Uyan o'ylab, buyan o'ylab, yenimda bor bo'lgan 20 yillik hamrohim ham besotim bo'lgan yonchuq soatimni 70 so'mga sotdim. Qurvonamning tunur setib, yemay ichmay yig'ib qo'ygan ozroq pulidan g'amladik. Shuning bilan o'g'limning turmush xarajati hal bo'ldi, deb yozilgan edi.